20, Bankomat sinab qo'ya qo'ydi. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nurbek silmak fotot. Nurbek silmak. Al tamam. Qancha chiqdi? Narxdan ақшаны Ondan aldı. ko'rib Zarapning ma'lumotingiz sumkamdan? Amsirat qaraslar tufanida. Desam bu qancha mablag'da? Қалғанын қойшы ба? fotot totaman. Ortada ko'plari. Ha, söylep aytib ber. Qanaqla? Kichkina yazmış olmuş alpaktan olayım. Mesela. Dağın degla, dağın vaqtda quloq qo'ydi. 100 ming Direktor direktorlikda japgan 3 oylik zarfatasi ekan. Mana men ko'rib turganinglardek o'zbek pasportidan shu oldinda 3 oylik zarbatani tushirdim. Undan oldin boyagi o'zbek pasporti bilan pul yo'q, aqcha yo'q deb ketganlarga bu. Kompaniya вообще menga 400 ming rubl tushirib berdi. Tovaroborovni 200 mingdan. Hozir 3 oylik zarbatam bu. O'zbek pasportidan shot ochib, mana bugun direktorskiy zvoniya yopganim uchun 100 ming rubl tushirib berdi. Bugun mana sinab qildim. Qachon aldavayotgan kompaniya hamma ishini ketib ishonmay ketganlar kelib bemalol ishlasa maqsaddan pulni oladi. Молодец. Молодец, поздравляю. qanday sovet aytasan O'zbekistonliklarga? Ko'p aytadi-da, shot ocha olmaydi. O'zbekistonliklarga O'zbekistonda 26 avgustdan ochilyotadi, sepet qilib ishlasa, borib O'zbekistonda yana dars ishini davom ettiradi. Prosta ishlash kerak, o'ziga ishonish kerak, kompaniyaga ishonish kerak. Kompaniya hech qachon aldamaydi ekan-da. Mana ko'rib turganinglardek. Rahmat. Men hozir kelinglar. Shularni oldirib qo'yganing uchun rahmat. Rahmat Qanshaycha. Qanshaycha menga mana menda только o'zbeklar, o'zbek komanda Qanshaychaga ishonib, Qanshaychani yordami bilan shuncha aqchalarni olatamda. Просто sponsorga ishonib, sponsorlar aytganini qilib ishlash kerak ekan. Что-то açıldı, 20 günden как положено зарплатасını alıyor. И немеде сентябрьдин 6-сында мировой уровеньдеги банкетке кетип атабыз. 2 приглашение бердик. Молодец. Андан кийин Риверага уже командасы менен Риверага барып эс алып келет. Keyin bir narsani aytib ketkim keladi-da, boyagi men ishlasam tepadagilar aqcha oladi deb shunday so'zlar ko'p-da. Shu yerda endi ishlayotgan va gang kelganlar. Men aytib ketdim, mana men aqcha olyapman, qancha joygani yo'q, men olyapman-da. Kim ishlasa olaveradi-da, hamma ishlaganiga yarasha oladi. Kim o'zi, mehnatiga yarasha o'zi oladi. O'zbek qanchaga o'zini premiyasini o'zi oladi-da. Men o'zim O'zbekistondan bo'lib, kompaniya qo'ygan 100 ming rublda O'zbekiston bo'yicha birinchi men oldim. Shu tach berdim zarfat boshlab. Son Nasip olsun.